Finlandiya prezidenti O'zbekistonga el qatori, ya'ni odatiy reysda uchib keldi. 29-oktyabr kuni Toshkent xalqaro aeroportida Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb kutib olindi. E'tiborlisi, u Qozog'istonning Ostona shahridan Toshkentga Uzbekistan Airways'ning muntazam aviareysida uchib keldi. Mehmonni aeroportda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev kutib oldi. Aleksandr Stubbning Qozog'istondagi tashrifi 2 kun davom etgan bo'lsa, O'zbekistondagi tashrif naqd 4 kunga cho'zilishi reja qilingan. Tashrifning birinchi manzili Toshkentdagi Xalqaro Nordik universiteti bo'ldi. Stubb Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga ham borib, ma'ruza qilishi va tashqi siyosat bo'yicha ekspertlar bilan uchrashuv o'tkazishi kutilyapti. Tashrifning asosiy tadbirlari davlatlararo oliy darajadagi muzokaralar bo'ladi. O'zbekiston va Finlandiya o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarni kengaytirish muhokama qilinadi. Ma'lumot uchun, Fin yetakchisining tashrifi o'zbek diplomatiyasi uchun har doim ham bo'lavermaydigan voqea. Finlandiya prezidenti lavozimidagi siyosatchi oxirgi marta 33 yil oldin 1993-yilda O'zbekistonga kelgan edi. Eslatib o'tamiz, ayni kunlarda Yevropaning yana 2 davlati, Serbiya va Slovakiya prezidentlari ham mamlakatimizda bo'lib turibdi.